burunning burunnisida Yasik ismlik bir odam yashab o'tgan bo'lib, u ayoli bilan nihoyat ko'ni bir uyda turadi ekan. Ularning uyi ham yerning hammasi ijara bo'lg'ashqa, Yasik har yili topgan taginini ijara haqqiga to'laydi ekan. Bir kuni Yasik bilan ayoli o'xshash bir tush ko'ribdi. Tushida birov ulardan "Sizlarning qaysi vaqtda yaxshi kun kechirginglar bor? Yosh vaqtinglardimi yoki qiyirgandimi?" deb so'raydi ekan. Bu g'alati tushni ular uda 3 kun ko'ribdi. "Sen bu tushga qanday qaraysan?" so'rabdi Yasik ayolidan. "Meningcha, yosh vaqtida ozroq jafo cheksimi ko'zga ko'rinmaydi. Aytqining to'g'ri, yosh vaqtda qattiq taxtayning ustida yossimi qattiq bilinmaydi. Biroq qiyirganda mamuq ko'pining ustida yossimi bel og'riydigan gap. Shundaq yosh vaqtida jafo tortib, qiyirganda mevasini chaqqanga yetmaydi." Kunlar o'tib, bir kuni oqshimi ularning uyiga o't ketib, hamma narsa kuyib kulga aylanibdi. Uy egisi buni ko'rib qattiq achchiqlab, "Sen haq cho'qib qasdan o't qo'yib etishding. Sendek odamlar menga lozim emas, bu yerdan yo'qolish" deb vaqirabdi. "Bu nima deganingiz? Uyga o't qo'yib bersak bizga qanchalik foydasi tegadi? Sizmi bilasiz, bizningmi xeyli ko'p besodimiz kulga aylanib ketdi. Ha, bo'pti, emiz qilib qilinglar. Biroq shartim shuki, menga yangi uydan birini sep bersizlar." Er ayol ikkisi yangi uy salmoqchi bo'pti. 1 yil o'tibdi, 2 yil o'tibdi. Ular oxiri yangi uyni sep bo'pti. Ham bu uyga ko'chib kiribdi. Biroq ko'chib kirgan kuni kechasi uyga yana o't ketibdi. Bu qitim er ayol ikkisimi jinidan ayrilg'ili tas qapti. Uy egisi ularning uyining yana ko'yib yo'q bo'lganligini anglab, teximi achchiqlabdi. U etiga qamchi selib yetib kelgandan keyin talafotga uchirgan er ayolga qarab chalvaqabdi. "Ishkan hozirli yerimdan yo'qolish. Sizlar uyni yana qasdan ko'ydirib atdinglar." "Voy ana, may, uyga o't ketib yo'q bo'lsa bizga nima foydasi bo'ladi? Bu uyni selish uchun shu azroq pulimizni ishiltib bo'lib, qarzga bo'g'ilgan tursak" deb yig'labdi ayoli. "Shuni deyma, biz nega berib turamiz? Bu yerning ostida bizning ota-bovlarimiz yotgan tursa, bu yerni tashlab qayerga musofir bo'lib boramiz endi" debdi Yasikmi. "Ha, undoq bo'lsa qilib qolsanglar bo'ladi" deb ma'qul bo'pti uy egasi. Biroq u yana mundaq debdi: "Ammo menga yana uydan birini sep bersizlar. Hozirqidimi yaxshiroqdan birini solsizlar." Amal bo'lmag'ashqa er ayol ikkilan uydagi kala, at, qo'yni setib, puliga uy selishga kirishibdi. O'zida qog'ini faqat bir o'shka, bir mekyan va xo'roz bo'pti. Shunda qilib necha yil o'tib, ular oxiri yangi uyni puttiribdi. Biroq uyning o'gizisini yepishqa faqat majoli qolmay, qatmuqat qarzga bo'g'ilibdi. Er ayol ikkilan qo'saq to'yg'idek tamoq yemay, kiyim kiymay, atdiganda baldir turib, o'ligidek ishlagan bo'lsa-mu, bir tal kahish, bir tal miq olg'udek pul qilamabdi. Ammo uyning o'gizisini yapmasa, uyga o'xshamaydi-da. Qanday qilish kerak? Ular amalning yo'qida shalpaqli bilan o'gizini yepibdi. Bir kuni qandoq qushkin butun o'zilning paxilni yeb bo'pti. Yasikning intayin achchig'i kepti. Ham tit bo'pti. U amalsiz yana paxal bilan o'gizini yepibdi. Hamda o'ltirib o'gizini beqibdi. Yerim kechida heliqi ismi noma'lum qush kelib, yana paxalni yeyishga boshlabdi. "Vat to'ymug'ur, nima qilganing bu? O'zing kichik bo'lgan bilan qo'sqing balakango sening." Yasik u qushni tutmoqchi bo'pti. Biroq tutish undaq oson emas ekan. Qush yana o'gizini quruqdab qo'yib uchib ketibdi. Bu qitim Yasikning zardisi rosa qaynabdi. U ikkinchi kuni uyning o'gizini yana etibdi. Hamda har bir qur paxalning ustiga sirtmoq qo'yibdi. Yerim kecha 12 dan oshganda u qush yana uchib kelib sirtmoqqa tushibdi.
Yasik qushni tutib elib, qapazga solab, deriziga esib qo'yibdi. Shuningdan boshlab qush Yasikning uyida turibdi. Uning sayrashlari shunchalik yiqimliq bo'lg'ashqa, anglagan har bir odam o'zidagi parishonlikni unutib, shundoq yeniklab ketadi ekan. Shuning bilan qushning nomi yiroq yaqinga tarilibdi. Kishilar Yasikning uyiga kelib, qushning yiqimliq sayrishini anglabdi va uningga baxt qushi deb nom beribdi. Uy egisi Yasikning uyida mundaq go'harning borligini anglab, ichida bir yolong to'shning bundaq go'hri bo'lg'ayada, mendek xo'jayinga bo'lmasa qandoq bo'ladi? Bundaq bo'lsa qatti bo'lmaydi, deb o'ylabdi. O kuni uy egisimi Yasikning uyiga qushning ovozini anglag'ili kelibdi va bu qushingni menga setib bergin. Men 100 oltin tillaga bu qushingni setib olishni xohlayman, debdi. Yasik darhalla ichida mundaq o'ylabdi. Bu ashko'z 100 tilla chiqarib bu qushni setib olishni xohlayotganda, xonga opirib bersam, necha ming tillaga setib olishi aniq. Shuning bilan u uy egisiga "Begim, men satmayman. Bu qushni hargiz satmayman", debdi. "Xap, to'xtabdi. Sening mushu qilgan hurmatsizligingga o'zimni bir ko'z tutib qo'ymasam", deb chalvaqab ketib qopti uy egisi. Yasik hech qanday o'ylanmayla qapazni elib, Odul xonning oldiga mengibdi. O'rmonlikdan o'tganda qush tuyuqsiz odam tilida so'zlabdi. "Xon mayli qanchalik baho desin, sen hargiz unima. Sen faqat uningdan oshxonaga tashlab qo'ygan bir parcha raxtni so'ra." Yasik qushning odamdek so'zliginiga hayron bo'lib uningdan so'rabdi. "Bir parcha raxtni men nima qilaman? Sen uni olgandan keyin mangu pushaymon qilmaysan, menga ishongin." Yasik o'rniga kirib, xonning oldiga kelibdi. Xon qushning yiqimliq sayrashlarini anglagandan keyin Yasikdan so'rabdi. "Bu qushingni qancha tillaga sotsan? Mayli qancha pul bersilimi sotmayman. Men faqat oshxonalardagi ko'ni raxtni olaman. Qush silning bo'ladi." "Voy og'in, bir parcha lotiga pixsig'ili qilib o'tiradigan odam emasman", deginicha mansitmagandek kulib qo'yibdi xon va xonishning quliqiga asta pichirlab, "Oltin olmay raxtni oladi ekan bu. Bundaq kalva 100 yilda bir qitim aran uchraydi", debdi. Yasik raxtni murisiga ortib uyiga mengibdi. U o'rmonlikda ketayotganida kun nuri uning beshini qizitib, ussab qog'ijrab ketibdi. Qo'sig'imi ko'krab echib ketibdi. U raxtni murisidan ilib, daraxtning ko'tigida o'ltirib, peshonasiga urg'ash so'zlabdi. "Men nimandaq to't, ashu bir qushning so'ziga kirib, oltinmi olmay, ko'ni raxtga esilyaptiman desa, bu raxtdan endi nima foyda chiqadi?" U shundaq deb turishiga raxtning ustida to'satdan mazzalik taomlar paydo bo'lib, Yasikning ko'zlarini chaqintib yetibdi. Yasik ko'zlariga ishonmagan holda qarab turib qopdi. U hatto uy egisining uyidami bundaq nozu ne'matlarni ko'rib boqmagan ekan. U xushalligidan, "Hey qush, sen haqiqatan aqlliqkansan, jumo. Endi biz qo'saqdan g'am qilmasaqmi bo'ladi ekan? Yana texi bizga o'xshash kambag'allarni chaqirib, billi yesakmi bo'g'idak?" debdi u o'z-o'ziga. "Undaqda avval meni chaqirg'in", deb bir ovoz anglanibdi. Yasik kayniga qaragan ekan, kaynida bir yasovul turg'udak. Yasovul o'ltirib Yasik bilan birga tomoq yebdi va sharbatlarni ichibdi. Ammo taom sharoblarning birarimi ozlig'andek qilmabdi. Yasovul o'rnidan turib, yana bir qadah may ichmoqchi bo'lganda, qo'li raxtga elinib qilib, ko'tarilib ketibdi. Raxt ko'tarilishi bilan taomlar shu an yo'qab ketibdi. Yasovul buningga qarab, hang-tang bo'lib qapti. Yasik raxtni qaytirib ilib, andin bir silgigan ekan, taom sharoblar yana paydo bo'libdi. "Nimanda g'alita?" debdi Yasovul hayron bo'lgan holda. "Hey dehqon, naslarimizni tegishayli. Men sana bir sehrli xalta beray. Sen menga bu raxtni bergin." "Sehrli xalta? Uning ichida nima bor?" Yasovul xaltasidan ko'nrab ketgan bir hamyonni elib beribdi. Yasik uni ko'ygandan keyin ichib qaragan ekan, ichidan 3 tal quruq po'rchoq chiqibdi.
Men buni nima qilaman? Bu odatki po'choq emas, sehrlik po'choq, debdi yasovul kulimsirab turib. Sen uni yerga tashlab, uningga bir ig'iz po'choq yasovulga aylan deb qo'ysang, po'choq darhol yeriladi. Har yerim po'choqdan bir yasovul chiqadi. Yasik tegishmaymi deb o'ylab turganda, kaynida birsi bo'shqina ovozda so'zlabdi. Almashtur. Yasik o'rilib qargan ekan, aslida xonga setib bergan heliqi sehrli qush daraxt shixida turibdi. Yasik nihoyat xushal bo'pti. U xushallikdan yasovulni, raxni, 3 tal po'choq silingan xaltini unutib, sehrli qushdan ahvol so'rab ketibdi. Yasovul döt emaskan. U Yasikning o'zini unutib qolganligini ko'rib, hamma narsani elib, o'rmonlikning ishkirsiga kirib yo'qab ketibdi. Yasik buni bayqagandan keyin ko'ngli qattiq yerim bo'pti. Biroq qush uningga tasalli berib, Yasik, ko'nglingni yerim qilma, azoblanma. O'g'irlangan narsalar hamon qaytib keladi, debdi. Yasik qushni mo'risiga qo'ndirib, davomliq yo'l yuribdi. Keyin ular o'rmonlikda tunabdi. Gulxon yiqib isinibdi. Bu vaqtda bu yerdan qo'lida has tutgan bir odam o'tib ketib etib, uningdan so'rabdi. Bu yerda isinib olsam bo'lamdi? Ha, bo'ladi, mehmon, deb takalluf bilan so'zlabdi Yasik. Andin o'tqa azroq o'tin tashlab, so'zini davomlashtiribdi. Navoda biz boldiroq ko'rishgan bo'lsak, sizni esil ne'matlar bilan kutatdim, deb sehrli qushning hikoyasini va yasovulning uning raxtini elib qechib ketganligini aytib beribdi. Sizning bu holingizga yetmak tas emas, debdi heliqi yo'lovchi kulib turib. Andin hasini yerga sanjibdi. To'satdan uning oldida 3 hamrohi paydo bo'pti. Mehmon ularga qarab, sizlar berib yasovulni tepib, urib o'ltiringlar. Andin raxtni qaytirib elinglar. Oningdan boshqa 3 tal sehrlik po'choq qajilangan xaltini o'g'irlik qilgan gunohi uchun elib elinglar, debdi. Xo'p, debdi 3 odam tangla. Andin yo'lga chiqibdi. Mehmon o'tning oldida o'ltirib, texi isinib bo'lmasdan 3 odam qaytib kelibdi. Ular sehrlik raxtni va xaltini mu elib qaytibdi. Men demaganmidim, o'g'irlangan narsa yo'qab ketmaydi, debdi sehrli qush. Hamda yana mo'ngluq sayrashlarini boshlabdi. Mehmon qushning sayrashlarini anglab xudini yo'qitibdi. Qo'lidagi hassimi yerga tushib ketibdi. U Yasikdan o'tinibdi. Bu sehrli qushni menga bering bo'lamdi. Yasikning qushdan ayrilg'isi kelmabdi. Biroq uning yanala bu yo'lovchiga rahmat aytqisi bor ekan. Qandoq, menga bersingiz bo'lamdi, deb o'tinibdi yo'lovchi uningdan. Men sizga sehrlik hasamni beraman. Yasik nima qilarini bilmay turganda, sehrli qush uning ko'nglidagini bilib olibdi va uningga, Yasik, qara, mening yangi egammi yaxshi odamkan. U har qanday qapasning meni so'lab bo'lanmaydiganligini biladi, debdi. Ha, shundoq, debdi yo'lovchimi kulimsirab turib. Boshqalarning seni baxt qushi deganida asos bor ekan. Sen degan bir erkin qush, zanjir bilan bog'lab bo'g'ili bo'lmaydi. Yasik birdam o'ylangandan keyin ma'qul bo'pti. U yo'lovchi bilan xo'shlashib, qushni topshirib berib, uyiga mengitdi. Yasik uyiga qaytgandan keyin ayoli bo'sog'ida turib uningdan, "Qani ayting-a, xon sizga nima berdi?" deb so'rabdi. "Mushu raxni berdi", debdi Yasik raxni yerga tashlab. "Voy ana, may, bir tal ko'n rax uchun shuncha uzun yo'l yurib bordingizmi? Qo'ylida undaq raxlar samandek tursa." "Xotin vaqirma, darhol qo'saqqa bir narsa ep chiqqin. Sizga berdigan narsa yo'q. Shundaq yaxshi qushni bir tal lotiga tegishibsiz. Navoda raxni yondirib qushni epganmisiz, uyga kirguchi bo'lmang", deb vaqirabdi xotini uningga. "Menga yeydigan bir narsa bermigining zodi qamlashmadi-da", debdi Yasik kulib qo'yib. Andin raxni shundoq urib qo'ygan ekan, raxning ustida nozu ne'matlar paydo bo'pti. "Xotin, ko'rdingmi? Texi tamoq yemagan bo'lsang, yenimda o'ltir. Seni esil taomlarga taklif qilaman", debdi Yasik kulimsirab turib. Xotini bu karomatni ko'rib, yugurib kelib,
Voy nemish bu? Nazu ne'matlarni qayerdan topdingiz? deb so'rabdi u. Ha, sana ko'rsatadigan yana bir go'har bor texi. Degach o'zining kechirmishlarini ayoliga so'zlab beribdi Yasik. Bu vaqtda uy egasining yaloqchisi hovliga kirib uningga debdi. Sen qushni begimga setib bermay, uni qattiq ranjitding juma. U seni uydan qo'g'lab chiqarmoqchi. Hozir darhol uning uyiga berib kechirim so'rag'in. Yasik javob qaytiribdi. Ha, sen berib uningga aytqin. Mening uyimdan uning uyiga boradigan orliq bilan, uning uyidan mening uyimga keladigan orliq o'pma o'xshash. Navoda men bilan ko'rishkisi bo'lsa, o'zi oldimga kelsin. Yaloqchi Yasikning so'zini xo'jayiniga aynan yetkazibdi. Madde yüzünü qara, hazırla atını tayyorla. Bu xo'riga o'sib qolgan yalang tushning adibini bir berib kelay. O'zimni ko'rsatib, uni u uydan qo'g'lab chiqaray. Debdi uy egisi. U qamchisini elib tayyorlangan otga minib, Yasikning uyiga qarab ot chaptiribdi. Yasik uyda hasini yerga sanjib, heliqi 3 odamni chaqiribdi. Ular Yasikdan so'rabdi. Xo'jayin, nima topshiriqlari bor ekan? Sizlar darhol berib, uy egisini tutib rasa bir adibini beringlar. Ondan uni egarga bog'lab, eti bilan tang uyiga yo'lga selib etinglar. 3 kishi Yasikning deganidek qipti. Albatta uy egisi tayig'ini yesa, udul berib xonga nola qilib, yalang tushlarni qattiq jazolashni o'tinadi. Degandek, xon arznamini o'qigandan keyin qattiq achchiqlabdi. Nemish bu? Dehqon uy egisini urdi degan qandoq gap? Cherik avatib uy egisiga yordamlashinglar. Uy egisi bir qancha cherikni boshlab Yasikning uyiga beribdi. Ular Yasikning uyini qorishib olgandan keyin so'ran selib vaqirabdi. Hey, qop yurak yalang tush, tez chiqib al bo'l. Bo'lmasa jiningni olamiz. Yasik bu vaqtda sehrlik xaltadagi 3 tal purchaqni ilib yerga tashlabdi. Ondan darhol yasovulga aylaninglar degan ekan, 3 tal purchaq yerilib, yerim tal purchaqdan bir yasovul chiqibdi. Yana bir yerimi 2 tal purchaqqa aylanibdi. Shundaq qilib, birining kayniga biri ulab, Yasikning yenida birdamdala zo'r bir qo'shin paydo bo'libdi. Jang boshlanib, xoncheriklari yer tishlabdi. Yasikning yasovullaridan biri o'lsa, ikkiga parchalanib, 2 yasovul o'rnidan turibdi. Jang oxirlashganda xoncheriklaridan aralli birisi hayot qopdi. Uy egisi qo'rqqanidan yuragi qipidan chiqib ketib o'lib qopdi. Yasik o'zining g'alaba qozonganligini ko'rib, buyruq tushiribdi. Yasovullarim, purchaqqa aylaninglar. Yasovullar birdamning ichida 3 tal purchaqqa aylanibdi. Yasik purchaqlarni xaltasiga selib, kulimsirab turib, "Ha, xotin, endi bizni hech qanday bir kishi bo'zaq qilolmaydi", debdi. Xonning qechib ketgan chiriki odul o'rdiga berib, xonga dokulat qipti. "Oliylari, butun qo'shindan menli yolg'iz qoldim. Bu Yasikning askarini sanab tugatgili bo'lmaydi ekan. Biz uningga raqib bo'lolmaydi ekanmiz." "Ha, bo'pti. Bundaq yomon odamlar bilan qerishmagan tuzuk", debdi xonmi qo'qqinidan. "Bo'lmasa, bizmi omon qolmag'udakmiz." Shuningdan boshlab Yasik bilan ayoli qo'rsaqdan, kiyimdan g'am qilmay, boshqalarga yordam qilib, bir umr xotirjam birga yashapdi. Ular olamdan o'tgandan keyin sehrlik raxt, purchaq va hosining qayerda ishkanligini hozirgacha hech kim bilolmabdi.